sekretimizga kelganmiz. Xitoydan bir vaqt o'zida ikkita konteynerimiz kelayotganligi uchun hamma narsamizni tan narxida berib olmoqchimiz. Masalan, mana shu Xitoydan kelgan kojinli razmeri 1.80 ga 1.5 ga 2 kishi bemalol yota oladigan qiz bolalarimiz uchun, prinsessa qizlarimiz uchun spanlimiz. Hamma narsamiz, stollarimiz bo'ladi, primolarimiz bo'ladimi, mana bu komodimiz bo'ladimi? Mana masalan, mana shu komodimiz 2.5 metrlik bahaybat, juda ham bagat. $480 ga berib olamiz. O'zining tan narxi $550 sotilayotgan. Mana bu primoyimiz $430 ga $400 ga berib olamiz. Mana bu $400 ga $380 ga beramiz. Masalan, mana shu stullarimiz, aynan mana shu stulimizni $75-80 dan sotayotgandik, $60 dan beramiz. Bunisi ham xuddi shunaqa, boshqa ranglari ham bor. Mana bu stulimiz ham $65-70 sotilayotgan edi, $59. Mana bu stulimiz $50 dan berib olamiz. Bu ham $75 dan sotilgan. Yangi modelimizdan ham bor, 12 ta tayyor turibdi. Buni ham shunaqa kelishtirib berib olamiz. Undan tashqari, xo'p, mana bu spannerlarimiz $185 dan sotilayotgan edi. Razmerlar 1.60 ga 80 lik. Xohlasizmi mana bunaqa to'sig'i bor, xohlasizmi mana bunaqa ochig'i. Taglari ochiladi, mexanizmli. Ko'rsangiz bo'ladi, juda ham sifatli. Materiallarini ham o'zingiz ko'rib baho berib qilingan. Xo'p, bularni ham mana $140 dan, bunisi $135 dan berib olamiz. Sababi, yana aytib o'taman, Xitoydan mebellarimiz kelyapti. Joyimizni bo'shatishimiz kerak. Videolarni qo'yib boramiz, kuzatib turinglar. Juda ham foydali bo'ladi, chunki hamma narsamizni tan narxida berib olamiz.